Bugungi ishlarimizni boshlab olganmiz. Europa gaz servisimizda Cobalt mashinasiga proton uстановка qilib berganmiz. Zapaska o'rniga 47 litrlik. Hozir Trentdagi zapchastlar bilan qilib berganmiz. Shu zapchastdan klient ham baraka topadi, usta ham baraka topadi, yaxshi ish beradi, bir garantiyasi bor. Mijozimiz o'zingiz eski klient. Bu mashinamizga programma, tutdan zavod ishi, o'sha aksiyamizni uстановка qilib berganmiz. Xabarlaringiz bo'lsa 31-dekabrgacha aksiya e'lon qildik. 1-sentyabrdan mashinamiz gazda ishlab turibdi. Ishlashlari chotki. Programma hamma ishlarni qilib berganmiz. Navbatdagi mashinamiz Cobalt MCM. Yangi variantdagi. Bunga ham xuddi shunday qilib ideal qilib uстановка qilib beramiz. Matlab kerak bo'lsa, yo'q gaz servis.